Burj Xalifaga raqobatchi paydo bo'ldi. Saudiya Arabistonida osmono'par yangi inshoot Jidda Tower qurilyapti. Bu binoning balandligi 1 kilometrgacha yetib, hatto bulutlardan ham yuqori bo'ladi. Shu bilan u dunyodagi eng baland bino rekordini qo'lga kiritish kutilyapti. Qurilish ishlari 2018-yilda boshlangan edi, ammo yirik buyurtmachi qamalib qolganligi uchun ishlar to'xtab qoldi. Butun 6 yil davomida jimjit bo'ldi. Lekin 2024-yildan qurilish qaytadan yo'lga qo'yildi va hozirgacha 64-qavat tayyor. Har 4 kunda yangi qavat qurilishi maqsad qilingan. Jidda Towerda luks mehmonxonalar, zamonaviy ofislar va hatto shahar emas, balki bulutlarni tomosha qilish mumkin bo'lgan maxsus kuzatuv maydonchasi bo'ladi. Eng qizig'i, uni Burj Xalifani ham loyihalagan o'sha arxitektorlar qurmoqda. Endi savol, Jidda Tower haqiqatan ham Burj Xalifani ortda qoldira oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.